Assalomu alaykum Zaferbek obunachilari. Xayrli tong, bugungi kunlarni hammalarga fayzli qilsin, doim rizqlarga, umrlarga baraka bersin. Mana Allohning baytiga mana borib, qaytib kelib, olib kelib yuribmiz. Sizlarni ham Allohning yo'liga borib, ibodat qilib kelishinglarni o'zi nasib aylasin. Mana endi keyingi safarimiz 8-yanvarga bo'lib turibdi. Inshaalloh shoshilib boradiganlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. 8-yanvar kuni inshaalloh safarga chiqib ketamiz. 14 kunlik paket, 14 kunlik paketimizda Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunimiz bo'ladi. Madina Munavvaradan keyin Makka Mukarramada 11 kun bo'ladi. Endi bu paketlarimiz ichida mana doim aytib boryapmiz. Madina Munavvarada 2 mahal taom bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal taom bo'ladi. Madina Munavvarada Xudo xolasa sayohatlarni hammalari qilinadi. Sayohatlarimiz o'zingizlar bilasizlar, mana Uhud tog'iga yuboriladi, Hurmo bog'iga yuboriladi, Qiblatayga yuboriladi. Bundan tashqari yana Boqiy qabristoniga kelib kiramiz. Birinchi o'rinda Ravzaga albatta olib kiramiz inshaalloh. Kim bilan borgan bo'lsa, Xudoga shukr, Ravzaga albatta kiradi. Shuni bilib olinglar. Endi undan keyingi vazifalarimiz esa Makka Mukarramaga o'tgandan keyin Makka Mukarramada ham o'zini sayohat qiladigan joylar bor. Arafat tog'i bor, Muzdalifa bor, Jamorat tog'i, Jamorat bor, Xiro bor, Nur tog'i bor, yana Qizil dengizlari bor. Hamma sayohatlar mukammal qilinadi. Bundan tashqari yana Qizil dengiz sayohatlariga boriladi. Bundan tashqari yana To'y shaharlariga Alloh xolasa qayta umra qilinishi, ya'ni 2 marta umra qilinadi. Mana videolarimni ko'rayotgan bo'lsangiz, Zafar umra deb ko'rmaganlar bo'lsa yozsa, YouTube kanalida chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar hamda tanish bilish birodarlarga aytinglar. Srochni ketadiganlar bo'ladigan bo'lsa, nima qilsin? Yana sizlarga qulaylik sharoitlardan men qilib beradigan narsalarni aytaman. Agar oilaviy borib bitta xonada turaman deyiladigan bo'lsa, yo'qsa qarindoshlarim. Bir kishi turadigan bo'lsa ham bitta xona qilib beraman, to'lovlari bor, lekin 2 kishi turadigan bo'lsa ham qilib beraman, 3 kishi turadigan bo'lsa ham sharoitini qilib beraman. Men qilib beraman bu narsani. Xudo xolasa men bilan kim boradigan bo'lsa, yana qanaqa qulay sharoitlari bo'lsa, Xudo xolasa qo'limdan kelgancha sizlar uchun xizmat qilaman. Eng asosiysi 14 kun birga borib, birga kelaman. Doim yoninglarda bo'laman. Nimaiki Xudoyim sizlarga osonlik va qulaylik qiladigan sharoitlarni qilishga harakat qilamiz. Xudo saqlasin, orib netib qoladigan bo'lsa ham, misol yerda doktorlarimiz bor. Men o'zim doktorlarni o'zim chaqirib, ko'rsatib, har yosh katta onalarimiz, ota-onalarimiz biz bilan birga boryapti, mana ko'ryapti. Mana borganlar bor, mana ko'rishayotgan bo'lsa, ularning videolarda gapimni eshityapti. Mana yolg'on chiqib qoladigan bo'lsa, mana shular kommentariyga yozadi. O'shaning uchun sizlarga aytaman, men bilan boring, men bilan keling. Men atay sizlarni o'sha yerga borib, amallarda xato qilib, adashib qolmasin degan maqsadda boryapman. O'zi aslini aytganda men o'zim ham uyda o'tirib, namozimni o'qigan vaqtiga kelganman, lekin shu borganlarni juda ko'payib yoshi yo'q, qiynalib, sarfon bo'lyapmiz, ko'rmadik, voy Ravzaga kirmadik, yoki bo'lmasa haramga borib turib umr amalini qildik-ku, bitta odam qildirib qo'ydik, keyin qaytib ko'rmadik, umra badal ham qilmadik, qaytib umra ham qilmadik. Haramga bor adashib borrasa qiynaldik deb juda ko'pchilikni ko'rib sharoitlarni gapirganlarni eshitib, shuning uchun men o'zim olib borib, o'zim olib kelyapman. Mana borgan insonlarimiz bor, hammalar mana videolarni ko'rsanglar, qanaqa qilib olib yurganlarim, qayerlarga olib borganim, qanaqa qilib amallar qildirganlarimizni hammasi mana videolarimizda o'zini Zaferbek umra deb yozsanglar, shu kanalimda ko'rsatib qo'yilgan. Telegram kanalim ham bor, unda umra narxlari deb yozadigan bo'lsalar chiqadi. Borganlarni duolari, xizmatlarimiz ajrini Xudoyim berib, hammalar duo qilgan sari meni ham mehrim ochib, shu insonlarga shu yaxshilik qilyapman ekan, bu tirmigimda yaxshilik qo'yadigan maqsadda shu amallarni qilyapman. Endi boradigan odamlar yana nima qilish kerak? Bu yerga borgandan keyin o'zlariga mana ota-onalarim o'tgan safar videolarimda aytgan narsalarimni qilib olgan ekan, hech qanaqa bir nima bo'lmadi, qorinlar ochmadi, kamchilik, qiyinchiliklar bo'lmadi. Sababi men ularga aytganman, ozgina bir 15 ming so'm, 20 ming so'mlik pista, mayiz, bodom, yong'oq va mangizlaridan chaqib mangizni bersa, jin joy bo'ladi, yuk bo'lmaydi oqsoqollarimiz, onalarimizga, nimalarga. Bundan tashqari mevalardan mana masalan bir akina olma va boshqa narsalar solib bersanglar, hali o'zimizni O'zbekiston mevalari boshqacharoq bo'ladi. Bu yerda bor bu narsalar, lekin bizning mevalarga o'xshamaydi. Qilib qo'ysa har kimsadan archib, tomadi qilishib turiladi. Yana nima deydi? Xo'p, bo'ldi. Xohlabchi mana endi bilmayman, bayram arafasi bo'libmi, kimlardir
ketadigan bo'lib qolib, iltimos biz ertaroq jo'natib yuboring deganlar bo'ldi yo'qsa. O'shanaqalarda ham ilojini boricha harakat qilib, misol xohlab qoladigan bo'lsa, vaziyatlardan kelishib chiqib harakat qilaman. O'zim olib borib aeroportdan kuzatib, O'zbekistonga jo'natib, uydalarni ogohlantirib, u sharoitlarni ham qilib beraman. Xullas, nimaiki sharoit bo'lsa qilib beraman. Sog'-salomatlikda, omonlikda, chiroyli biz bilan birga umra qilinglar, ibodat qilinglar, sayohat qilinglar. Mana 8-kunga ham Xudo xolasa bugun 5mi? 5 bo'ladigan bo'lsa 3 kun qolibdi. 3 kun ichida sirrojni ketaman deydiganlar tezda pastdagi nomerlarga murojaat qilib, murojaat qilsanglar birga boramiz, birga ibodatlarni qilamiz. Shoshiling hamda tezroq joylaringizni egallashlaringizni so'rab qolaman.